Qalaysan ukam? Yaxshi rahmat. Yaxshimi? Qo'y shu ishlaringni. Biz ham yoshligimizda tirnovka qilganmiz. Bunaqa narsalar qilganmiz, bir foydasi yo'q. Mana obi hayot. Qo'y undan ko'ra, mana senga hayotni mana shunday ko'rasan. Yaxshi. Hozir kelib bizga pivo olib chiqib berasan. Nimaga? Nimaga? Biz yoshimiz to'g'ri kelmaydi, senga beradi. Qarovchi bor, pulni ol, tez olib chiqib ber. Yo'q. Nima yo'q bile? Xuyet qilyapsanmi? Ketdi hali bitta alkash o'tyapti, tashlab beradi. Ketdi. Bo'ladi, sen bilan keyin gaplashamiz. Kuni o'tirganimizda shunaqa mazza qilib kayf qildi. Uyi to'xta, Jamshid. Qalaysan? Sog'liklaring yaxshimi? Ancha bo'lib ketdi-yu ko'rishmaganimizga. Seni o'rtog'im bilan tanishtiraman. Tanish, bu mushtari. Bu bilan biz qo'shni qishloqda oftobda qattiq yalashganmiz. Achchiqlari ham chiroyli ekan. Ke Jamshid, o'tiramiz, birga kayf qilamiz. Dam olamiz. Ishlarim bor edi, ketishim kerak. Uzr. Qanaqa ishi? Ishlar qochib ketmaydi. Yo'q, rahmat. Ey, jinnimi bu? Ey, galoboymi? Ey, odamga qo'shilib turish kerak. Erkakmisan o'zi? Bolalar boy sanamlar tunda oy qurgan balki boy. Garri Potter, nima gap? Qaytib ketyapsan? O'zim ishlarim bor edi. Qanaqa ish? Klubga boramiz, damni olamiz degan o'zim yolg'izman, sherik bo'lasan menga. O'zimning rejalarim bor edi. Qanaqa reja? Hozir reja tuzadigan zamonda emasmiz-ku. Turamiz, klubga boramiz, kayf qilamiz, qizlar bilan qolamiz, zigar ketdi, yur. Xohish yo'q, rahmat. Ha, bular tushunmaydi, yoshlar, bile. To'xta. Jamshid Xo'ja. Xo'ja emas, Jamshid. Tanimadingmi meni? Mana Alisher, biz maktabda birga o'qiganmiz. Eslamadim. Mana sochim o'sgan xolos. Esladim. Ha, ko'rdingmi? Meni esladim. Isdan. Bu qirqda yuramiz. Kimizga? Yo'q, rahmat, ishlarim bor edi, ketishim. To'xta, zo'ri bormi? Pirikiz tozalaydi boshqasini, zo'r. Uzr, ishlarim bor, men ketdim. Ketaveryapti. Hey! Nima? Ko'rdingmi o'zi nima bo'ldi? Ukam yaxshimisan? Tuzingsan? Zo'r narsa bor, ko'ravermaysan, men arzon qilib beraman lekin. Yaxshi narsa yengil bo'lib qolasa, sen shashingda ukam, arzon qilib Ona. Garimi? Oshning sportsmen ekan-da. Mana shu ham sport bo'pti. Qanaqa sport bu? Qo'llari qanaqa qilib yuboryapti-yu. U unaqa manaqa u mazoxistlar bo'ladi. Go'sht ham yemaydi u, qizlarga ham bormaydi. bormaydi. Bu. Vegetarian. Qara hozir molda qiltirib bu. Odam bo'lmaydi bu. Undan ko'ra-chi yur o qizlar tayyor turibdi. Nima qilamiz jingalar ketdi. Salom. Sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Voyaga yetmaganlarga pivo bermayman.
To'xta. Nimaga meni kuzatib yuribsan? Ha yo'q, o'zim shunchaki. Yo, kimdir xafa qildimi? Yo'q, seni harakatlaring menga qiziq ko'ringandi. Xo'p, isming nima? Ismim Abdulaziz. Meniki Jamshid. Tanishganimdan xursandman. Yur ket. Mayli. Tortinishni bilasanmi? Bilmaysan? Bitta harakat qilib ko'rchi. Ha, davay ket. Abdulaziz! Mahki! Nima qilib yursan bu loq bilan? O'zim shunchaki Qana shunchaki Rustam akasi yangisini olib kelibdi. Borib chekamiz. Nima o'ylayapsan? Ushamoni. Ol. Bu boshqa gap, ketdi. yo'q. Men bormayman. Bu jinni qopdi bu. Ko'chada ishga chiqarsang, men qaynoq qizib kelma. Ana bormaysanmi? Hormanglar bolalar. Men ham qilib ko'rsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Kelavering. Ko'rdingmi meni qanaqa tortingan? Yo'q, qani bitta ko'rsatchi. Qara. Sen o'zing ham qila olasan? Yo'q, ama men qila olmayman. Sizga tarbiyada o'rgatishmaganmi aytadi? Jismoniy tarbiya o'tishgan, lekin biz kirmaganmiz.